6-qism. Quest. Xo'sh, bu shu yer. Unutilmas hissiyotlar, sirli va qo'rqinchli muhit, juda qiyin topishmoqlar va yana aktyorlarning ajoyib ijrosi. La'natlangan oy. Yoki uy. Chunki baribir binoning ichidagi topishmoqlarni topishga to'g'ri kelsa kerak. Xayrli kun. Siz yozilganmidingiz? Ha, soat 2:30 ga. Kutish zaliga o'tinglar. O'yiningiz yaxshi o'tsin. Xuddi o'zimizda uyimizdagidek. Maktabdagi jingalak shu yerda chiqib qo'yganini aytdi. Xo'sh, qayerda ekan-a? Buni bilib nima qilasan? Nima, qayerga chichganini ko'rging kelyaptimi? Bo'ldi, bolalar. Tillaringizga erk bermang. Biz jamoat joyida unaqa gapirmaymiz. Men nima dedim? Men shunchaki gapirdim xolos. Bittasi chichib qo'ydi, ikkinchisi axlat. Keyin men senlarni deb. Voy. Hammasi joyida. Bu tarbiya berish jarayoni. Divanga o'tirishinglar mumkin. Choy va qahva bepul. O'yiningiz bir necha daqiqadan keyin boshlanadi. Diqqatingizni qoidalarga qaratishni so'rardim. Devordan hech narsani yulib olish yoki sindirish mumkin emas. Agar harakatlanish qurilmasi, ko'tarish yoki mexanik harakatlar uchun bo'lsa, ularga katta kuch talab qilinmaydi. Agar topishmoq juda qiyin bo'lsa, har bir xonada ishora beradigan tugmalar mavjud. O'yinda qatnashuvchilar 2 guruhga bo'linadi. Sizlar ayni 4 kishisizlar. Kattalar bolalarga qarshi yoki qiz bolalar o'g'il bolalarga qarshi. Ey, unda 3 kishi oyimga qarshi bo'lamiz-ku. To'g'ri aytasiz. Vaqtingiz chog' o'tsin. G'alati qiz ekan. G'alati o'y ekan. Bu dadasining qarashidan etim jimirlab ketdi. Tezroq bo'l. Seni chiqishing. Ayni paytida ishni ko'paytirdinglar, ha? Yana navbatchilikka faqat ikkalamizni qoldirishdi. Bo'ldi, men tayyorman. Monitorga qarab tur. Agar ikkita guruh bo'lsa, unda ular raqibimizmi? Demak, kimdir yutqazadi, kimdir esa yutadimi? Bu aniq-ku. Quest bu labirint. Birinchi bo'lib chiqqan jamoa yutadi. Xo'sh, nima? O'ynashga keldim deb o'ylaganmidinglar? O'tib seni muqovasini o'ziga. The Headless Ritual. O'chir va meni eshit! Qani, orqamdan yuring. Faqat bittagina jamoa bu yerdan o'zlarining hayotini saqlab chiqib keta oladilar. Tayyormisiz? Xo'sh, demak, pastga tushishimiz kerak. Tasavvur qil, bu yerda odamlarni questdan o'tishga deb aldab, aslida rostdan ham ularni o'ldirish uchun chaqirishsa-ya? Rostdan ham shunday. Men anchadan beri bu yerni qidirgandim. Bu yerda yuzlab odamlarni joni olingan. Aynan shuning uchun telefonimni topshirmadim. Bo'lmasa nimadir. Bu yerda qadimiy jodu bor. Ehtiyot bo'l, jangchi. Qiliching tayyor tursin. Ha, mening qirolim. Qanaqa qirol? Nima, sen ritsarmiding? Unda sen kimsan? Men lich, sen esa men tiriltirgan murdasan. Bir qoshiq qoningiz bilan xo'jayin hukmdor nima edi o'zi? Hammasi tushunarliga o'xshaydi. Bu eshik yopiq. Biz esa uni ochish uchun biror sirli dastakni topib, uni qimirlatishimiz kerak. Xuddi shunday, Viki. Esimda, bitta kinoda eshik ochilishi uchun bitta g'ishni olib tashlash kerak edi. Oldinlar esa men shunday chiqardim. Qanday rasvo hazil bo'ldi. Qo'limni sindiray dedim-a? Menimcha seni chalg'itishmoqchi bo'lishgan. To'g'ri aytasan. Meni yo'ldan urishmoqchi shekilli. Demak, to'g'ri yo'ldaman. Qani, buni tortaylikchi. Yo'q, joyidan siljimadi. Balki bunisidir. Onasini yemsin. Bunaqada 1 soat qolib ketamiz. Viki, menimcha ana bu g'isht. Jim bo'l. O'zim qilaman. Agar g'ishtni yashirmoqchi bo'lganimda. Agar men g'isht bo'lganimda. Bu qanaqa ovoz? Viki, sen buni uddalading. Sen kerakli g'ishtni tortding. Men uni shunchaki tortganim yo'q. Men uni yulib oldim. Qattiq kuch kerak emas deb aytishgan edi yana. Voy ayyorlar-ey. Xo'sh. Men birinchi bo'lib boraman. Nima bo'lar? Voy, onasini yemsin, chiqar meni eshak.
Jin ursin qolib ketdingiz. 15 daqiqa Heavy bilan Nikrakal o'ynadim. Hozir u qayerda? Yordam beringlar! Qanaqadir jinichi lift meni akam bilan ajratib qo'ydi. O? Men onasini yemsin. Heavy? O'yin o'rtasida jamoalar aralashib ketadi shekilli. Endi biz Viki va Heavy'ga qarshimiz. Va Di hamma topishmoqlarni topdi. Men esa hech nimani tushunmadim. Demak, endi kuchlarimiz teng. Axir sen bilan menman. Dadang bilan birga bo'lganimizda o'sha xonada shaxsan o'zim eng qiyin g'ishli topishmoqni topdim. Dadang esa shunchaki turib buni qanday qilganimni tushunmadi ham. Andextra meta sursum. Ya'ni avval tepaga, keyin o'ngga. Qarang, bu yerda lotincha lug'at bor ekan. Xuddi biz lotinchani bilmaganimizda kerakli kitobni qidiradigandik. Qandaydir yozuvlar bor ekan, nimadir belgisidir. Ahmoq bo'lma, Heavy. Ular shunchaki seni chalg'itishmoqchi. Voy onajonim, bu bolta devorga qotirilgandi-yu. Mikrofonni qanday yoqsa bo'ladi? O'sha yerda resetni yonidagi. Reset. Oyi, Mana chiqish yo'liga kalit. ha, lekin Di bilan yurganimizda har safar har xil topishmoqlar chiqqandi. Yo'q, bo'lmas. Sen resetni bosib yording. O'yin qaytadan boshlandi. Yonidagi tugma. Mana senga belgi hali ham shubhalanyapsanmi? Yorug'lik, ko'chani ko'ryapman. Zerikib qolamiz deb o'ylagandim. Madam, iltimos boltani joyiga qo'ying va jismoniy kuch ishlatmang. Binoyimiz juda eski. G'ishlarni ham qimirlatmanglar. Yopiray, uni to'xtatish kerak. Ungacha politsiyani chaqir. Menimcha yetarli. Men bu yerdan o'ta olaman. Yo'q, menga hali torlik qiladi. Sen hozir chiqdi, men esa bir-ikki urib orqangdan boraman. Hoy, o'yinni to'xtating. Hozir anavi kalitni topib olay. Axir bu o'tibsi. Agar u bu yerga kirguncha chiqib ketmasa, yutqazamiz. Jin ursin, yana teshik ham juda tor. Nima qilamiz endi? Gapimni eshit, Heavy. Bu jamoaviy o'yin. Biz bir jamoada ekanmiz. Unda bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Agar jamoa mag'lub bo'lsa, hammamiz yutqazgan bo'lamiz. O'yin tugadi. Devorni sindir, men uni ushlab turaman. Nimalar deyapsiz? Tezroq bo'l. Balandroqqa ur. Yana bir marta. Tayyor. Ha! Xo'sh, tirikmisan? Aha. Qanaqasiga? Bizdan oldin tugatdinglarmi? Ha? Jamoalar aralashib ketgandan keyin biz dadam bilan qolgan questni 2 daqiqa 14 soniyada o'tib rekord o'rnatdik. Lekin qanday qilib devorni shunchalik tez buzdinglar? Devorni buzish shart emas edi. Bizda boshqa topshiriqlar edi. Bundoq qarasa bu nohaqlik. Lekin bilasanmi nima? O'yinni men va Heavy'dan tezroq tugatgan bo'lsanglar ham, biz zo'rroq o'ynadik. Asosiysi biz jamoa edik. To'g'ri. Aniq bilaman, sizlarni bu tez o'ynashinglar rosa zerikarli bo'lgandir. Men va Heavy esa rosa mazza qildik. To'g'ri aytasiz, oya. Ha, Viki, sen to'ppa-to'g'ri topding. Biz zerikib ketdik. Chunki sizlar o'ynashni bilmaysizlar-da. Masalan, g'ishni qanday tortishni bilasanmi? Boshida to'g'ri turib olish kerak. Keyin qo'llaring Something just felt right. This is